Kino olamidagi eng sevimli, eng insoniy va hissiyotlarga boy titan kim desangiz, ko'pchilik bir ovozda King Kongni ko'rsatadi. U Chanoq oroli jangalzorlaridan tortib, yer osti tubigacha o'z hukmronligini o'rnatgan. Kong oddiy hayvon emas, u jang san'atlarini tushunadigan, qurollardan foydalana oladigan va raqibining zaif tomonlarini soniyalar ichida tahlil qiladigan o'ta aqlli titan. Ammo keling o'zimizni aldamaylik. Titanlar dunyosida faqatgina jismoniy kuch va aql doim ham yordam beravermaydi. Shunday maxluqlar borki, ularning tana tuzilishi, qudrati yoki g'ayritabiiy qobiliyatlari Kongni mutlaq chorasiz qoldiradi. Bugun biz sizlar bilan Kongni barcha harbiy hiylalarini yo'qqa chiqarib, uni mag'lub eta oladigan top 5 ta dahshatli maxluqlarni ko'rib chiqamiz. Agarda ushbu videodan kanalga 500 ta obunachi qo'shilsa, Godzillani yenga oladigan top 5 ta maxluqlar haqida ham video chiqaraman. Shunday ekan, hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ro'yxatimizni yaqindagina ekranlarda shov-shuv ko'targan Monarx maxluqlar merosi serialining 2-mavsumida bizga tanishtirib o'tilgan vahshiy va sirli jonzot Titan X boshlaydi. Jangovar ustunligi nimalarda? Titan X bu qadimiy dunyoning eng yirtqich va tezkor ovchilaridan biri. Kong asosan og'ir va kuchli zarbalarga tayanadigan jangchi bo'lsa, Titan X butunlay boshqa taktikada ishlaydi. Uning tana tuzilishi g'ayritabiiy darajada moslashuvchan va harakatchan. U soniyaning qisqa ulishlarida o'z yo'nalishini o'zgartirib raqibini gipnotizatsiya qila oladi. Xo'sh, nega Kong uni yenga olmaydi? Tasavvur qiling, Kong o'zining ulkan mushti yoki boltasi bilan zarba bermoqchi bo'ladi, ammo uning qarshisidagi dushman allaqachon uning ortiga o'tib ulgurgan. Titan X Kongning bo'yin qismidagi va bo'g'imlaridagi eng zaif arterial nuqtalarni nishonga oladi. Kong bunday o'ta tezkor va ko'rinmas hujum uslubiga ega raqibga qarshi himoyalanishga ulgurmaydi. Shunday qilib, Titan X Kongni jismoniy kuch bilan emas, balki uni charchatish, uni kutilmagan chaqmoqdek tezkor zarbalar bilan yenga oladi. Navbatdagi maxluq biologik emas, balki sof texnologik va kiber kuchga ega dushman. Bu Mechagodzilla. Uning jangovar ustunligi nimalarda? Godzilla Kongga qarshi filmida biz bu temir maxluq Godzillani qanday qilib osonlik bilan qiynaganini ko'rdik. Mechagodzilla titanlarning barcha kuchli tomonlarini o'zida jamlab, ularning zaifliklaridan xoli qilib yasalgan. Unda tirik organizmga xos bo'lgan charchoq, og'riq shoki yoki qo'rquv hissi yo'q. Uning ichki reaktori cheksiz energiya ishlab chiqaradi. Nega Kong uni yenga olmaydi? Kong jismoniy jonzot sifatida har bir zarbadan so'ng charchaydi va kuch yo'qotadi. Mechagodzillaning po'lat korpusi esa titanium aralashmasidan tayyorlangan bo'lib, u Kongning oddiy zarbalarini oddiy tebranishlardek qabul qiladi. Agar Kong yaqin jangga kirsa, Mechagodzillaning reaktor dvigateller bilan kuchaytirilgan po'lat mushlari va dum qismidagi aylanish parmasi Kongning go'sht va suyakdan iborat tanasini bir necha daqiqada parchalab tashlaydi. Yakkama-yakka jangda Kongning undan tirik chiqishi imkonsiz. G'ovakli yer tubida yashirilgan yer yuzidagi eng birinchi va eng ulkan titanlardan biri Shimo. Jangovar ustunliklari nimada? Shimo shunchaki ulkan sudralib yuruvchi emas. Uning tanasi sayyoramizdagi eng sovuq energiyani o'zida saqlaydi. U o'zining muzlatish nuri orqali butun boshli ekotizimlarni, hatto daryo va okeanlarni bir zumda muzlatishga qodir. Uning massasi va jismoniy kuchi ham dahshatli darajada katta. Nega Kong uni yenga olmaydi? Har qanday maymun kabi uning biologiyasi ham qattiq sovuqqa va muzlashga mutlaq moslashmagan. Shimo o'zining muzlatuvchi nafasini Kongga qarata yo'naltirsa, Kongning harakatlanish tezligi keskin tushib ketadi. Uning mushaklari qotib qoladi va qon aylanishi sekinlashadi. Muzlagan qo'l-oyoqlar bilan esa jang qilib bo'lmaydi. Shimo shunchaki bir marta Kongni muzlatib, o'zining ulkan dumi yordamida uni shisha kabi parchalab tashlash qudratiga ega. Yerdan tashqarida tug'ilgan, tabiat qonunlariga bo'ysunmaydigan yagona yirtqich uch boshli ajdar qirol Ghidorah. Ghidorah bu biologik bo'ron. U qayerda paydo bo'lsa, o'sha yerda dahshatli to'fonlar, chaqmoqlar va dovullar boshlanadi. Uning uchta boshi bir-biri bilan parallel ravishda mustaqil fikrlaydi va bu unga 360 darajali jang maydonini nazorat qilishga imkon beradi. Bundan tashqari, u atmosferaning eng yuqori qatlamlarigacha ucha oladi. Nega Kong uni yenga olmaydi? Bu jangda eng katta muammo Kongning yerga bog'liqligi. Ghidorah havoga ko'tarilib, Kong yetib borolmaydigan balandlikdan turib, uning o'zining gravitatsion chaqmoqlari bilan uni bombardiron qila oladi. Kong
Kongda bunday masofaviy hujumlarga na qalqon, na javob qaytarish qurollari bor. Hatto Kong sakrab Gidoraning bitta boshini uzib olgan taqdirda ham uning g'ayritabiiy regeneratsiya qobiliyati tufayli u bosh soniyalar ichida qayta o'sib chiqadi. Gidora Kongni osmonga ko'tarib, bulutlar orasidan yerga tashlab yuborishining o'zi bilanoq jangni yakunlashi mumkin. Va nihoyat, shubhasiz birinchi o'rinda yadroviy kuch timsoli Godzilla. Godzilla va Kong bir necha bor to'qnash kelishgan va har safar Godzilla o'zining mutlaq ustunligini isbotlagan. Godzilla millionlab yillar davomida sayyoradagi eng xavfli maxluqlar bilan jang qilib, tirik qolgan eng qattiq terili titan hisoblanadi. Uning ichki yadroviy nafasi unga cheksiz chidamlilik va vayronakor kuch beradi. Nega Godzilla har doim Kongdan ustun? Kong epchil va tezkor bo'lishi mumkin, ammo uning zarbalari Godzillaning qalin, qadimgi zirhli terisini osongina tesha olmaydi. Kong Godzillani charchata olmaydi, chunki yadroviy energiya Godzillaga cheksiz chidamlilik beradi. Godzillaning atom nafasi esa har qanday biologik to'siqni, hatto g'ovakli yer qatlamini ham teshib o'tishga qodir. Agar jang cho'zilib, Godzilla o'zining termoyadroviy holatiga o'tsa, uning tanasidan tarqaladigan issiqlik to'lqinlarining o'zi yo'q Kongni yaqinlashishiga yo'l qo'ymay kulga aylantiradi. Kong o'zining ekotizimining quroli bo'lishi mumkin, ammo Godzilla butun boshli maxluqlarning quroli hisoblanadi. Ha do'stlar, Kong haqiqiy qahramon, uning jasorati va irodasiga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Ammo tabiat va texnologiya yaratgan bu 5 ta dahshatli titan qarshisida turganda, hatto Chanoq oroli qiroli ham mag'lubiyatni tan olishga majbur. Sizningcha ushbu ro'yxatdagi qaysi maxluq Kongni ko'proq azoblagan bo'lardi? Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Boya aytganimdek, agar ushbu video orqali kanalimizga 500 ta obunachi qo'shiladigan bo'lsa, Godzillani yenga oladigan top 5 ta maxluqlar haqida ham video qilaman. Shunday ekan, hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.